Ikkita ayol o'tirib gaplashadi. Endi judayam berilib, butun bor e'tibori bilan aytib berilayotgan haligi voqeaga kirishib ketib, orada qo'shib narigi tarafdan ham, ya'ni foydalardan ta'liq qilib turadi-ku, eshitgan ayollar ham. Ya'ni shunday gaplashadiki, berilib 2 soat masalan bir voqeani aytib berib gaplashsa, bir joyga borib kelganini aytib beradi. Keyin u uyiga kelib boshqa ayollarga, boshqa dugona sheriklariga hozir bo'lgan suhbatni boshqa qaratdan aytib beradi. Esda qoladi, qoyil qolasiz. Oqizmay tomizmay aytib beradi. Va qo'shib tushunarsiz joylarini sharhlab, xatolarni tuzatib aytib beradi. Qayerdan yodlab qolyapsiz? Zehn yo'q-ku desa, ha zehn bor. Faqat boshqa keraksiz narsalarga-da u sarflanadi. Qarang, mana shu hadislarni, matnlarni, Qur'onni mana shu kayfiyat bilan yodlasa, juda ham berilib, butun e'tibori bilan shunga kirishib ketib yodlaydi odam har qanday. Chunki zehn bor-da, faqat tarqoq. Mana yodlab qolyapti-ku, majlisda bo'lgan ayollar gaplashgan suhbatlar yodlab qoladi-ku. Haligi ikkita ayol 10 yil bir joyda zindonda gaplashib o'tirgan ekanda. 10 yil ana shu sherik bo'lib qolgan. Gaplashib oxiri chiqib ketayotganda mayli bafurja gaplasharmiz deyishgan ekan bir-biriga qarab. Mana shunday, ya'ni u gap tugamaydi. Lekin shu gaplar eslab qoladi bir-biri bilan gaplashgan gaplar.